Assalomu alaykum, hurmatli brifing kuzatuvchilari. Bugungi brifingimiz mavzusi joriy yilning 30-yanvar kuni qabul qilingan PF 17-sonli aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risidagi Prezident farmoni yuzasidan. Farmonga ko'ra, 2025-yil 1-apreldan ijtimoiy daftarlar jamg'armalari orqali ko'rsatiladigan ijtimoiy yordamlar kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga, uy-joy sharoitlarini yaxshilash va sog'liqni saqlash bo'yicha ijtimoiy yordamlar esa oylik daromadi oila a'zolarining har biriga minimal iste'mol xarajatlari miqdorining 2 baravaridan ko'p bo'lmagan oilalarga ham taqdim etiladi. Bunda madaniy, ma'rifiy, ta'lim, sport va turizm tadbirlarini tashkil etish va o'tkazishga ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalari tushumlarining 25% dan ko'p bo'lmagan qismini yo'naltirishga ruxsat beriladi. Ijtimoiy daftarlar jamg'armalari orqali ijtimoiy yordamlar quyidagi tartibda ko'rsatiladi. Oilalarni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha individual rejada kambag'al oilalarning yoshlari va xotin-qizlariga muayyan ijtimoiy yordamlarning belgilanishi ushbu toifadagi shaxslardan qo'shimcha murojaat talab etmagan holda ijtimoiy daftarlar jamg'armalari hisobidan ijtimoiy yordamlar ko'rsatilishiga asos bo'ladi. Ijtimoiy daftarlar jamg'armalari hisobidan ijtimoiy yordam ko'rsatishni so'rab murojaat qilgan shaxslarning ijtimoiy holatini aniqlash Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali, oilaning moliyaviy holatini esa idoralararo axborot almashinuvi orqali avtomatik ravishda baholash skoring natijalariga muvofiq amalga oshiriladi. Farmonga muvofiq 2025-yil 1-apreldan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar uchun ijtimoiy daftarlar jamg'armalari orqali qo'llab-quvvatlashning quyidagi yangi instrumentlari joriy etiladi. Kamida 3 nafar xotin-qizlar, yoshlar va aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining bandligi hamda ijtimoiy faolligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishlicha ayollar daftari, yoshlar daftari va saxovat va ko'mak jamg'armalari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 60 baravarigacha grantlar ajratish. Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan nogironligi bo'lgan yoshlarga parasport to'garaklariga qatnashishi uchun yo'l haqi xarajatlarini har oyda bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarigacha miqdorda qoplab berish. 6 oy davomida muntazam ravishda sport va san'at to'garaklariga qatnashayotgan yoshlar uchun qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan oshmaydigan maxsus sport forma, inventar, musiqa va cholg'u asboblarini xarid qilish. Yong'in, suv toshqini, zilzila va boshqa texnologik hodisalar oqibatida zarar ko'rgan oilalarga uy-joylarni tiklash va ta'mirlash xarajatlarini qoplash uchun saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravarigacha bo'lgan miqdorda yordam ko'rsatish. Farmonga ko'ra, 2025-yil 1-apreldan yoshlar daftari jamg'armalari orqali, 2025-yil 1-sentyabrdan esa ayollar daftari jamg'armalari orqali to'lanadigan bir martalik moddiy yordamlar o'rniga kam ta'minlangan oilalar uchun nazarda tutilgan nafaqalar to'lanadi. 2025-yil 1-maydan ijtimoiy daftarlar jamg'armalari hisobidan davolash va jarrohlik amaliyotini o'tkazish xarajatlari Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi orqali moliyalashtiriladi. 2025-yil 1-apreldan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida muhtoj oilalarga bir marta beriladigan moddiy yordam o'rniga ushbu hududlarda yashovchi kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga uy-joyda artezian quduq qazish, suv nasoslarini o'rnatish hamda ichimlik suv filtrlarini xarid qilish xarajatlarini qoplash uchun subsidiya ajratish tartibi joriy etiladi. Bunda subsidiya xarajatlarining 90% biroq bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan ko'p bo'lmagan miqdorda ajratiladi. 2025-yil 1-maydan ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 6 baravar miqdoridagi bir martalik nafaqa puli Inson ijtimoiy xizmatlar markazi orqali to'lanadi. Tuman shahar hokimliklari huzurida infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari tashkil etiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.